Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men yana o'sha kardinal kanali. Bugungi videoda sizlar bilan Happy modni yuklash o'rgataman. Uning uchun biz Google ga kirib olamiz. Undan chiqamiz. Google ga kirib Google ga kiramiz. Google ga kirib mana bunaqa Happy mod deb yozamiz. Boshida birinchi chiqqanini bosamiz va uni yuklagancha kutamiz. Men yuklagancha pauza. Bola yuklab bo'ldi. Men yashirib qo'yganman hech kim bilmaydigan funksiyalarga. Bilmaydigan funksiyalarga yashirib qo'yganman uni. Telefonning funksiyasi hammasi XID ga kirib o'rtagacha yozamiz. Mana Happy mod bu yerda yuklangan. Kirib bemalol mana kiramiz. Kirishlarni ham ko'rsataman. Bo'ldi. Like va obuna bosish eslaringdan chiqmasin, chunki biza 13 ta bo'lishimiz kerak. 13 ta bo'lganimizdan so'ng keyin biza yana video qo'yamiz. Men 3 kundan keyin YouTubedan ketaman. Mana shu oxirgi videom 13 ta qilsalaring, 13 donatiga like va obunalarni 13 dona qilsalaring, sizlarga keyingi video You better watch out, if you're gonna be the greatest feast the world has ever seen.